Fermer xo'jaligi 2015-yil Kökçe hududuna gelip Skrapabı fermer xo'jaligini tashkillashtirganmiz. Shundan beri 127 gektar kichik yerimiz bor. Shundan 80 gektar paxta, 25 gektar g'alla, qayerlardan shu kontarimiz, kunji, mosh ekib ishlab keldimiz. Bir yilda Drip Energy kompaniyasi bilan shartnoma tuzib, Xitoy texnologiyasi bo'yicha paxta ekdik. 45 hektar plyonka kagellari plyonka sekildi. Hozir inshaalloh Xitoyda olingan silka hem paxtani ekib ketadi, hem shulankani ham ekib ketadi, plyonka ham tortib ketadi, oziqini ham berib ketadi o'zi. Oziqini ham berib ketadi. Xudo xolasa endi bir kiltovator o'taq yegan alash bo'lmaydi. Hammasini o'zi ishlab ketadi. Xudo xolasa. İş çıkışı kemayib, xarajat ham ko'p xarajat tejaladi xudo xolasa. 2021-yildan beri shu tomchab sug'orish bilan ishlab keldimiz. O hovuzni bir doldurganda 25 hektar yetadi dedi. Tomchab sug'orishi. Bir hovuzni bir doldurganda 25 hektar yetadi dedi. Endi hozir xudo xolasa bu Xitoy texnologiyasida bunda polni 60 hektar yetadi bir hovuzning suvi. Oldingi tomchab sug'orishda shu bir kontra 6 gektarlik yeri bir nasızı 14-18 sotadan su haydab qo'ydik, nasıl haydab qo'ydik. Shu hozir bu Xitoy texnologiyasida 1,5 soat oshib bas 2 soatda polni sug'orib bo'ladi hozir. Shunchalik to'q ham tejaydi, suv ham tejaydi. Ko'p foydasi yaxshimi? Yani hozir o'zingiz ko'rgandek o'toq bo'lmaydi, yegan alash bo'lmaydi. Ish kuchi kelmaydi umuman. Ko'p xarajatni qopladi xudo xolasa, tejaydik xudo xolasa. O'tgan yillari o'rtacha 45 sentini beradi. Bu yıl xudo xolasa endi 80 sentnerdan alamiz tutibmiz. Yana bu gördüğünüz ko'karishi, paxtaning rivojlanishi tim yaxshi. To'q ham uzoq biz yerda 3,5 kilometrdan tortib kelamiz. Tortib keldik to'g'i. Mana materiallarim ko'p. Liniyaning o'zini 1,5 million so'mning transformator 1,5 million so'mning material chiqadi to'g'i. Yana o'zing ishlagan to'g'ning rasvoti. Uni quyosh paneli qursak xudo xolasa uni ham tejab olsak yaxshi endi daromad o'tamiz xudo xolasa. Hozir toza chiqqan texnologiyalar hammasi zo'r. Biz an'anaviy ishlardan undan daromad topish qiyin. Hozir fermerlar shu masalan bu texnologiya umuman yaxshi. Yana o'zingiz ko'rdingiz paxtalari, yana shu texnikalari ko'rdingiz, bir o'tganda ham yegan alash bo'lmaydi, oziqini beradi, shlankini, kapelini shlanki tortib qo'yadi, kulinkisini tortib qo'yadi. Paxta cho'llamaydi, suv talab qilmaydi paxtalari. Yana sintineri yaxshi. Ish texnologiya o'ssa, bundan keyin daromad topadi. Yani niyat maqsad o'zi erishadi. Avvalgi an'anaviy sug'orish deganda katta rasut kep. Yozi bilan texnika deydi ichida necha odam ishlaydi uni, o'tog'i bilan dori samdim ko'p ketadi. Tonna dori bergandan 20 sentiner paxta olish qiynadi. Hozir shu 500 kilo, 600 kilo dori bilan polni o'tgan yillar 67 sentnerdan oldik paxtani. Bu yil xudo xolasa endi dim plyonkasini ekkan. Dim yaxshi rivojlanishi dim zo'r. Xudo xolasa 80 sentner olamiz deb turibmiz. Hammasini o'tish kerak. Suv ham tejaydi umuman. Yani shu hozir ko'rgansizlar ham qumni chagal yerlar. Hali suv so'rab cho'llab turgan ekan. Rivojlanishi yaxshi.